Assalomu alaykum. Bugun obzorimizda Lifansi G155 eng legendarniy ko'p sotiladigan hadovoy texnikalardan biri. Biz bu texnikaga endi komplektida oldiga lobboy, orqasiga ham kufra 35-40 litrli. Kufrasiga e'tibor beringlar. Cho'nchalari bor. Bular syomni yechiladi. Yuvish uchun ham juda ham qulay. Orqasida mana qulflab qo'ysa ham bo'ladi buni. Ochilib ketmasligi yoki ichiga o'zingizga kerakli yuklarni ortsangiz bo'ladi. Texnik xarakteristikasiga to'xtasam, oldi balondan boshlaymiz. Baraban tormoz bilan jihozlangan 275-18 alyuminiy disk keladi mana shunaqa. Воздушное охлаждение, zashtalari bor. Korotka perdachamiz 5 talik bo'ladi. Maksimalkasi 90, yoqilg'i bakini hajmi 9,5 litr, 100 km masofaga 2,5 litr yoqilg'i sarflaydi. Tablolarga e'tibor berasizlar, klassik. Juda ham qulay, mana avarinkalar bilan qo'shimcha jihoz qilib berilgan. Danli blижний margalka hammasi bor. Laboga e'tibor berasizlar, qulay, shamolni anchagina to'sadi, ko'ksinglarga urmaydi. Bu hammasi do'p opsiya bo'ladi. O'zi narxiga narx qo'shilgan. Xo'p, bu yoqda mana orqa baloniga to'xtaladigan bo'lsam, Yuansin yaxshi yumshoq balonlar bilan jihozlangan. 3 ga 18. Ko'ryapsizlar. Orqasi tishli, orqa tortadigan bo'lganligini hisobiga ham tishli balon qilib berilgan. Qo'shimcha mana kickstarter bor. Mabodo akkumulyatorli suv kunlarda o'tirib qoladigan bo'lsa, shu tepki yordamida o't oldirsanglar bo'ladi. O'zining naborida komplektida svecha kulishlari, nabor kulishlari bo'ladi, kitoblari. Xo'p. Narxiga to'xtaladigan bo'lsam, hammaga qiziq bo'ladigani, o'zi narxi 17 million sotilyapti. Qo'shimcha bunaqa do'p opsiya qilib qo'shtiradigan bo'lsangiz, qo'shimcha 500 ming so'm tepasida puli bo'ladi. 17,5 million so'mga ushbu ko'rinishdagi texnikani xaridini amalga oshirsangiz bo'ladi. Описаниеda nomer qoldiraman, bemalol telefon qilib murojaat qilsangiz bo'ladi. Joningiz sog' bo'lsin. Rahmat hammaga.